Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an deb duo qilganlar. Parvardigor, menga sen foydali ilm bergin deganlar. Egasiga foyda qilsa, u ilm jamiyatga asqatsa, keyin foydali ilm bo'ladi. Bu qaysi ilm bo'lsa ham. Ilmni fazilatini bahosi yo'q. Ilmni fazilatini, buyukligini ta'riflashga so'z ojiz. Chunki ilmni ulug'ligiga dalolat qiladigan eng buyuk narsa bu Alloh taolo al-alimul g'ayb va shahada. Alloh taolo bor va oshkor yo'qni biladigan zot. Ilm bu Allohning 99 ismi sifatlaridan eng buyuk ismlardan, sifatlardan bittasi bu ilm. Kimga agar Alloh ilm ato qilgan bo'lsa, ana o'sha insonga Alloh taolo o'zining huzuridagi bilishlik ilmidan ato etibdi-da. Bu juda katta saodat, juda ham katta saodat. Asli inson zoti hammamizda o'zimizga kerakli darajada ilm bor. Mana shu ham o'zi bir ilm. Shu bilganlarimizga amal qilishligimiz ham, bunga amal qilishga chaqirilishligimiz ham bir og'ir bir mas'uliyat.